Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga 2 ballonli skuterlarimizni katta kichkina variantini obzorini qilib beraman. Birma-bir narxlari bilan qulaylik tomonlarini ko'rsatib o'taman. Elektronli samokat, elektronli veli, benzinli skuter, elektronli skuterchalar hammasidan bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Arzon narxlarda optim joydan yetkazib beramiz. Birma-bir mana ko'rsatib o'tib ketaman. Har xil turdagi assortimentlar bor. 5-6 xil variantda bor. Birinchi elektronli veligimizdan boshlaymiz. Akkumulyatori ramasida bo'ladi. Bitta zaryad 60-70 km yuradi. Buni narxini $350 deyapmiz. Prava nomer so'ramaydigan varianti bo'ladi. Elektronli samokatlarimiz ham bor. Bularning narxi $250 dan $290 gacha ketadi. Bitta zaryadi bilan shu bir kunga bemalol yetib beradi. Skuterlarimizni mana birma-bir ko'rsatib o'tib ketaman. Elektrovelikka o'xshab chiqarilgan mana skuterimiz, akkumulyatori oyoq tagida bo'ladi, 8 diskali, jidkis tormoz qo'yilgan. Bular narxini $350 deyapmiz, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Ichida kaska, jilet, telefon postavkalari bo'ladi. Akkumulyatorlar hammasiga 2026 akkumulyator qo'yilgan, garantiyalarigacha bor, NFC kartalarigacha bor. Har xil ranglari buni sotuvda bor. Arzon cho'ntak modellarimizdan ham kelgan $250 dan tumichkali 20 li akkumulyatordan bularga 4 ta qo'yilgan, bularga 5 ta qo'yilgan bo'ladi. Hammasi 2026. Bular narxi $250, kaska jilet, telefon postavka, NFC kartalari bor. Xuddi shuni 16 diskali varianti, jidkis tormoz qo'yilgan, razmeri ancha kattaroq, 5 ta 20 li akkumulyator qo'yilgan. Bitta zaryadi bilan bular 50 km yuradi. Bular shu 40 km atrofida yuradi, garantiyalarigacha bor. Buning narxini $360 deyapmiz. Ko'pchilik so'ragan mana sedinasi addenni skuterimiz kelgan mana faralari 2 tali, dugalari qo'yilgan, jidkis tormozli bo'ladi. Bu ham kaska jilet, telefon postavkalari bor, tumichkalarigacha qo'yilgan. Razmeri ham ancha kattaroq, bularga nisbatan ancha katta qilib, bagati qilib ishlangan. Buning narxini $450 deyapmiz, kelishtirib arzon qilib beramiz. Arzonroq skuter so'raganlarga mana shu variantlar tavsiya qilaman. Lupali skuterimiz 2 farali bo'ladi. Bu ham kaska jiletlari, telefon postavkalari bor, 16 diska, jidkis tormoz qo'yilgan bo'ladi. Bularning narxini arzonroq qilib $350 dan qilib beryapmiz. Har xil variantda bor. Bularni ham $350 dan qilib beramiz. Oldarqa jidkis tormozligi bor. Buning narxini $360 qilib beramiz. Retro skuterlarimiz ham bor. Bularning narxi $330 qilib beramiz. 5 ta 20 li akkumulyator qo'yilgan. Neobechniy variant deganlarga mana shu mana ko'rishingiz mumkin, chiroyli qilib ishlangan. Dugali skuterlarimizni bularning narxini oldarqa jidkis tormozli, keyin bularning zo'r tomoni orqaga oldiga boshqarsa bo'ladi. Telefon postavka, kaska jiletlari ichida bor. Bularning narxini $430 deyapmiz, kelishtirib arzon qilib beramiz. Har xil rangi sotuvda bor buni. Redline mana yangi chiqqan varianti, arqa oldi jidkis tormoz qo'yilgan, katta jidkis qo'yilgan bo'ladi. Balonlari ham ancha katta qilib ishlangan. Oynalari bor, orqaga oldiga shitdan boshqariladi, kaska jiletlari bonusiga qo'shib beramiz. Tumichkalari kattasidan qo'yilgan. Dastavchi akalarimizga ham juda zo'r model. Hamma qulayligi qilingan. Akkumulyatorlarni ham hozir birma-bir ko'rsatib o'tib ketaman. Akkumulyatorlar 2026-yil 2-oy 10-chisloda chiqqan. Akkumulyatorlar yangi, garantiyalarigacha bor. Benzinli skuterlarimiz 150 kubali, oldarqa jidkis tormoz, kaskalari bor, elektronli tablo qo'yilgan bularga. Buning narxini $780 deyapmiz. 2 xil rangi bor. Seriya bilan qora matoviy rangi bor. Keyin tankimiz bor, mana ko'pchilik so'ragan. Jidkis tormozli 150 kubali, buning narxini $800 deyapmiz. Elektronli skuterlarimiz ham bor. Ularning narxini arzonroq qilib $450 dan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar, arzon narxlarda yetkazib beramiz.